Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchilar. Qo'qon Stenka bozoridamiz. Dushanbadan tashqari bu Stenka bozorimiz har kuni bo'ladi. Hozir narxlar bilan shtampillar, yana qaysilar bor? Xaba, shtampil, xabalar tanishtirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bular narxlar faqat Qora Matiz kanallarimizda bo'ladi do'stlar. 40 mingdan 40 mingdan pachkaga. Pachkaga qanaqa endi nechigacha tushadi razmer? Razmeri yo'q bularda. Balshimerka deyishyapti do'stlar. Standart 1 metr bormi bu? Bor. 1 metr bor ekan. Mana ko'raverasizlar, fasoni ko'p. 10 xildan ortiq fasonlari bor. Yosh kattalar uchun ham bor. Tepadagi qancha bu? Bular 80 mingdan. 80 ming so'mdan. Razmer qanaqa? 54 gacha. 54 gacha, 56 56 gacha tushaverar ekan do'stlar. 48 dan 56 gacha razmerlar mana hozirgilarda fasonlari. Bularimiz o'shandan hozirgida Bular 75 mingliklar. 75 ming so'mlik tepa-pas xabalarimiz do'stlar. 54 gachami bu? Bu 54 gacha. 54 gacha razmerlar. Bu rasvetkasi. Rasvetkalari bor mana. Rasvetkalar. Uzunlarimiz qancha? Uzunlarimiz mana 60 mingdan 65 mingdan donaga. 60 mingdan pachkaga. 60 mingdan pachka donaga kesalaring 5 ming so'm ranjiza qiladi do'stlar. Kelaverasizlar, nomerlarni ham qo'yib ketamiz. Gruppalari bor. Telefon qilsalaring ulanib olasizlar do'stlar. Buni ham 60 ming deysizmi? 60 ming. 60 ming so'mdan xabarlarimiz do'stlar. 12 viloyatga keyin dastlabki xizmatlar bor. Turk xabarimiz qancha? Bular 75 mingdan. 95 ming. Turk xabarimiz mana. Nechigacha bu razmer? Bu razmeri yo'q. Standart razmer ekan do'stlar, 56 gacha tushaveradi. 48 dan o kamida 5 ta zakaz bersalar yo 5 ta qilib, 4 ta qilib olsalaring ham 6 xil, 7 xil mahsulot batda bor do'stlar. Batafsil ma'lumotni o'zlaridan olaverasizlar do'stlar. Ancha-muncha tushunmay qo'yganimizni. Nomerlar nechi? 91lik 682 89 87. Shu nomerga telefon qilaverasizlar. Donaga telefon qilmaysiz do'stlar. Pachka olmoqchi bo'lsalaring bemalol telefon qilasizlar. Lakasi kerak bo'lsa, kommentariya Telegram silkasini qo'yaman, o'sha orqali kesalaring bo'ladi. 12 viloyatga dastlabki xizmatlar bor. Donaga 5 ming so'm ranjiza qiladi do'stlar. Dushanbadan tashqari har kuni bitta bozor bo'ladi. Eng optimi payshanba, yakshanba kunlari.